savollarning to'g'ri javobini bilib, o'rganib olishingiz mumkin. Ekranda ko'rib turganingiz 2026-yil 1-yanvardan test savollariga o'zgartirish kiritilgan yangilangan versiyasi do'stlar. Oldin 11 ta variant edi, hozir 12 ta variant bo'ldi. Har bitta variantda 22 tadan savol. Do'stlar, 1-chi, 2-chi, 3-chi variantni video qilib kanalga joylaganmiz. Hozir sizlar bilan 4-chi variantni birgalikda ishlaymiz. 22 ta savolning 1-chi va 2-chi savoli sizlarga audio shaklida qo'yib eshittiriladi. Qanunda 4-chi variantning 1-chi savolidan boshlaymiz. Audioni qisqa qilib eshitamiz. Антон, дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Demak, audioda eshitganimiz birinchi bo'lib qiz bola o'g'il bolaga murojaat qilyapti. Anton, menga telefoningni berib tur, men qo'ng'iroq qilishim kerak deyapti. Unga nisbatan javob tariqasida o'sha erkak kishi mayli ol, telefon qil deb unga telefonini beryapti. Endi do'stlar, вы слышите разговор, ya'ni bizaga sizlar suhbatni eshityapsizlar deb tagida variantlarni bergan. Do'stlarning suhbati, notanish insonlarning suhbati va ota bilan o'g'ilning suhbati. Biza do'stlar друзей degani do'stlarning suhbati. Shuni belgilaymiz. Birinchi audioning birinchi savolini ishladik. Uni tagida sразу ikkinchi savolini ham bergan do'stlar. Что сделал Антон? Ya'ni o'sha qizga nisbatan Anton nima qildi deyapti. Anton unga telefonini berib turdi. Shuning uchun do'stlar bu yerda on dal mobilniy telefon. Shuni belgilaymiz. Birinchi audioning ikkita savolini ishladik do'stlar. Hozir ikkinchi audioni eshitamiz va bu o'z-o'zidan 3-chi va 4-chi savol hisoblanadi. Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Demak, audioni eshitdik do'stlar. Audioda aytayaptiki, hurmatli mijozlar, 3-chi va 5-chi kassa vaqtinchalik bankovskiy kartani qabul qilmaydi deyapti. Demak, tushunarli bo'lyaptiki, faqat nalichka naqd pul qabul qiladi. Endi do'stlar, объявление можно услышать bunday e'lonni qayerda eshitishingiz mumkin deb variantlarni bergan. Bizlar magazin deganni belgilaymiz. To'g'ri javob shu. Va uni tagidan sразу ikkinchi savolini bergan, kassa nomer 3 va 5. Biza do'stlar принимает только наличный деньги shuni belgilaymiz. Faqat naqd pul qabul qilyapti. Do'stlar, yuqorida ikkita audioni eshitdik. Har bitta audioda ikkitadan savol, jami 4 ta savolni ishladik. Hozir navbat 5-chi savolga keldi. O'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. Место для инвалидов и лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Demak, bu joy yoshi katta odamlar uchun va nogironlar uchun va bolalik ayollar uchun deyapti. Do'stlar, вы можете увидеть это объявление. Bunday e'lonni qayerda uchratishimiz mumkin? Variantlarni bergan. В transporте, shuni belgilaymiz do'stlar. Avtobuslarda. 6-chi savol. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. O'qing va to'g'ri javobni belgilang. Matnni o'qiymiz. Anvaru 20 let. Anvarga 20 yosh. Он приехал из Узбекистана. U O'zbekistondan keldi. Дома он учился и помогал отцу продавать фрукты. O'zini yurtida, uyida u dadasiga yordam berardi va o'qib yurardi. Его брат работает дворником. Uni akasi dvornik bo'lib ishlaydi. Anvar планирует работать на стройке. Он хочет строить дом и школа. Demak, kelgusida Anvar qurilishda quruvchi bo'lib ishlashni reja qilyapti degan. Shuni tushundik. Endi savol bergan, kim будет работать Anvar? Anvar kim bo'lib ishlashni reja qilyapti deyapti. Biz matnda o'qidik, u quruvchi bo'lmoqchi, stроитель. Shuni belgilaymiz do'stlar.
7-chi savol. O'qing va to'g'ri javobni belgilang. Tushib qoldirilgan so'zni yozing deyapti. O'qiymiz. Muslim Ibragimov хочет получить работу курьера. Упишите нужные слова в его заявление. Demak, do'stlar, matnda Muslim Ibragimov kuryer bo'lib ishlamoqchi va uni anketasiga kerakli so'zni yozing deyapti. Anketasida do'stlar, прошу принять меня на работу на должность. Meni shu lavozimga qabul qilishingizni so'rayman deb yozilgan va bizlar do'stlar mana shu kuryera degan so'zni mana shuni xuddi ekrandagi kabi shu joyiga yozamiz. Faqat birinchi harf K harfini katta harf bilan yozamiz do'stlar. Kuryera. To'g'ri javob shu. 8-savol. Stansiya metro находится здесь. Net. Tam. Tam deganni belgilaymiz, ya'ni metro shu yerda joylashganmi deyapti. Yo'q deb variantlarni bergan. Tam deganni belgilaymiz. U yoqda deyapti. 9-savol. Моя сестра работает в больнице. Meni opam больницада, kasalxonada ishlaydi deb variantlarni bergan. Vrachom. Vrach bo'lib ishlaydi, doktor bo'lib. Shuni belgilaymiz. Iloji boricha sodda, oddiy qilib tushuntiryapman do'stlar. Ortiqcha gap so'zlarni gapirmasdan, chunki qisqa va sodda bo'lsa hammaga tushunarli bo'ladi. O'ylaymanki, hamma tushunyapti. Извините, 10-savol. Извините, это ваши документы. Kechirasiz, bu sizning hujjatlaringizmi deyapti. Birinchi vashi, ikkinchi vash, uchinchi vashi bir-biriga o'xshash, adashtirib yubormaysizlar do'stlar. Uchinchini belgilaymiz. Vashi oxirgi harfi i. Savol. Скажите, пожалуйста, где находится поликлиника? Iltimos, ayta olmaysizmi? Kasalxona, poliklinika qayerda joylashgan deyapti. Biza где deganni belgilaymiz. 12-savolda Den Победы в России отмечает, g'alaba kunini Rossiyada nishonlashadi variantlarini bergan. O'zlarimizda ham shu, hamma biladi, 9-may do'stlar, bu g'alaba kuni. Shuni belgilaymiz. 13-savolda какой из этих городов находится в России? Bu shaharlardan qaysi biri Rossiyada joylashgan deb variantlarni bergan. Sofiya, Praga, Novosibirsk. Ko'pchilik eshitgan biladi, Novosibirsk, shuni belgilaymiz. Договор о принятии Республики Крым и город Свистополье в состав России подписал. 14-savolda do'stlar, Krim va Sevastopol shahrini Rossiya o'ziga qabul qilish shartnomasini imzoladi deb variantlarni bergan. Putin do'stlar, Putin tomonidan imzolangan, shuni belgilaymiz. 15-savolda в создании Содружества независимых государств СНГ участвовал. Demak, bu yerda o'sha SNGni tashkil topishida ishtirok etgan deb, ya'ni Birlashgan Millatlar Hamdo'stligi deb SNGni tashkil topishida ishtirok etgan deb variantlarni bergan. Boris Yeltsin, shuni tanlaymiz do'stlar. Boris Yeltsin. To'g'ri javob shu. Укажите герб Российской Federatsiya. Buni hammamiz bilamiz do'stlar. Mana Rossiya gerbini belgilang deyapti. Mana shu birinchini belgilaymiz. Ichi qizil bilan bo'yalgan. Mana shu gerb, shuni belgilaymiz. 17-savolda иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Federatsiya, имеет право на территории Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasida ishlab yurgan, yashab yurgan chet el fuqarolari shunday huquqqa ega deb variantlarni bergan. Biza говорит на родном языке, shuni belgilaymiz. O'z ona tilida gaplashishlari mumkin. 18-savolda do'stlar, иностранный гражданин в Российской Federatsiya обязан. Chet el fuqarolari Rossiyada majbur deyapti. Variantlarni bergan. Однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование при получении разрешения на работу. Shuni belgilaymiz, ya'ni nazarda tutyapti. Biz patent olgan vaqtimizda
barmoq izlarini topshirib rasmga tushamiz. O'sha ya'ni patent olish jarayonida biza qilishimiz kerak bo'lgan ish. 19-savolda do'stlar, куда следует обратиться человек, если его ограбили? Agar uni tunab ketsa, qayerga murojaat qilishi kerak deyapti. Politsiyaga, buni hammamiz bilamiz. Agar biron bir narsamizni o'g'irlab qo'yishsa, biza politsiyaga murojaat qilamiz. При въезде в Российскую Федерацию необходимо получить и заполнить. Demak, Rossiya Federatsiyasiga kirishda siz olishingiz va to'ldirishingiz kerak bo'lgan hujjat deb variantlarni bergan. Biza migratsionniy karta shuni belgilaymiz. Chunki biza chegarada migratsionniy karta olib, o'shani to'ldiramiz. 21-savol. Иностранный гражданин совершил преступление на территории Российской Федерации. Каким кодексом регулируется ответственность за него? Chet el fuqarolari Rossiyada jinoyat sodir etsa, unga nisbatan qanaqa kodeksdagi choralar ko'riladi deyapti. Уголовным kodeksом Российской Federatsiya, ya'ni Rossiya Federatsiyasining jinoiy kodeksi. Shu orqali unga chora ko'riladi. 22-savol. Иностранный гражданин будет депортирован в случае нарушения срока обращения за патентом или разрешением на работу. Верно ли это суждение? Demak, do'stlar, 22-savolda chet el fuqarolari deport qilinadi agarda o'z vaqtida patent olishga hujjat topshirmasa. Shu to'g'rimi deyapti. Agar chet el fuqarolari o'z vaqtida patentga topshirmasa, u deport qilinmaydi do'stlar. Unga nisbatan jarima, ya'ni ma'muriy chora qo'llanishi mumkin. Siz o'z vaqtida patentga topshirmaganingiz uchun jarima to'lab va yana qaytadan topshirishingiz mumkin. Shuning uchun do'stlar, bu deport qilinadimi degani neverna, noto'g'ri, shuni tanlaymiz. Do'stlar, ekranda ko'rib turganingiz 2026-yilda 1-yanvardan o'zgarish kiritilgan yangilangan versiyasini 4-variantni 22 ta savolini sizlar bilan birgalikda ishladik. Qolgan variantlarni ham shu tarzda